Ikkilamchi anorezm asosan dori-darmonsiz davolanadi. Bunga ya'ni nimalar kiradi? Birinchi o'rinda qat'iy uyqu rejimi. Ya'ni bir xil vaqtda uxlab, bir xil vaqtda uyg'onish kerak. Ikkinchisi budilnik sistemasi. Budilnik sistemasi nima? Tunning ma'lum bir vaqtida, uyquning ma'lum bir vaqtida bolani uyg'otish kerak va uyg'otib to'sish kerak bo'ladi. Bunda asosan bolani uyg'otganda ham bola karaxt bo'lib, uyqudan chala uyg'onib, o'zi eslolmaydigan holatda emas, trezvi, ya'ni sergak holatda uyg'onib, o'zini holatini bilib, o'zi hojatga chiqishi kerak. Shunda bolada o'zgarish bo'ladi va bu narsani doimiy 1 oy ketadimi, 2 oy ketadimi, 10 kun ketadimi farqi yo'q, doimiy har kuni qilinishi kerak. Shunda bolani miyasida signal hosil bo'ladi. Uchinchidan esa ujinga, ya'ni kechki ovqatga sho'r, yog'li, achchiq, shirin taomlar, ya'ni suvni ko'p talab qiladigan taomlar, yeguliklar yemaslik kerak. 5-6 dan so'ng iloji boricha suvni ham miqdorini cheklash kerak bo'ladi. O'shanda bolada ancha o'zgarish bo'ladi. Ya'ni dori-darmonsiz o'sha anorezmni tartibga solish osonlashadi.